Zimiston bahor mo'min ekan azizlar. Qaranglar, zimistonga kunduzlar ko'p ko'toq va kechalar ko'p uzoq. Zimiston oyga, zimiston ro'zlarga ro'za tutishlik ko'p bir osondir. Inson suysam qolmaydi, och qolmaydi ham va xasta ham bo'lmaydi, ishlasa ham xasta bo'lmaydi. Nima uchun? Ro'zlar ko'p ko'toq va kechalari ko'p uzoq. Kecha inson har qancha yatsa ham uyqudan to'yib ketadi. Siz 7 bajagacha, 7:30gacha namozdan, nondan hamma zotdan forig' bo'lasiz. Vaqtni hisoblang: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30. Men 1 baja, 2 baja bo'lguncha 6-7 soat yaxshi uyqudan to'yib turasiz. 2 baja tursangiz, 2 rakat namoz, 4 rakat, 6 rakat har qanchaki o'qisangiz, qancha yaxshi bo'ladi, qancha savob olasiz. O'sha vaqtdagi insonni duosi qabul bo'ladi, rad bo'lmayotgan vaqt. O'sha vaqtdagi har zotga Xudodan tilasangiz, Xudo beradi. Ba'zilar fikr qiladi, shu namoz tahajjud bir mullalarniki, qorilarniki, mavlaniki. Yo'q, bu hammamizga. Hammamiz, dehqonga, korigar, injener, doktor, har bir kimga. Bu namoz tahajjud insonni Xudoga yaqin qiladi. Xudovand hammamizga tavfiq bersin bu namoz tahajjudda. Bu kechalarki biz zimistonga ko'p uzoqdir voqeali. Va degan aziz birodarlar, bir zot degan peshnihod qilaman sizlarga. Bahaysi bir mayda inoqalarizmi? Shu zimistonga bir te'dod ko'ziga shu ro'za tutishlik ko'p saxt ko'riladi, lekin ko'p saxt emas. Shu har haftaga qarang, boshqa oylarga, tobistonga masalan, boshqa fasllarga aytamiz, ishimiz ko'p, buni qilamiz, zindagilik mushkulotlarimiz ko'p. Zimistonga hammamiz o'yga ko'pimiz o'yga albatta. Sovuqqa biraqa chig'ilmaydi, qosh qor yog'in bu gaplar bo'ladi. Biraqa chig'ilmaydi. O'sha sababdan ko'sh qilinglar, bir peshnihod, bir haftaga bir ro'zini ro'za tutinglar, bir ro'z. Ko'p kam vaqt. Qancha savob olasiz, qancha Xudoga yaqin bo'lasiz. Allohim taolo hammamizni hushyor qilsin, hammamizni bedor qilsin. Va yana bir peshnihodim shuki, shu zimistonga masalan uylarga avlodlarni, masalan avlodlaringizni, hammalaringizni, hamma musulmonlar shu ro'zlar mullaga yuradi, erta tarafdan, peshin tarafdan yo choydan nari, peshin tarafdan yo axsham tarafdan bir taraf hamma musulmonlar avlodlarini masjidga, mullaga, madrasaga yuboradi. Bu qish katta fursat, qarang, maktablar ruxsat bo'ladi. Agar qo'lingizdan keladi, so'rang, har kecha xoftandan non yedingiz, xoftandan o'qidingiz, so'rang faloni. Qancha dars o'qiding, masalan, qayerga kelding? Kursga ketding, qandoq qilding darslaringni? Yo mullaga ketding, qandoq qilding darslaringni? Ba'zi maktablar ruxsat bo'ladi qishga. Avlodlaringizdan so'ranglar. Nima o'qibdi? Hadaqal boshqa zotlarga tovon qudratlaringiz yetmaydi. Shu namozlikni so'ranglar, aytinglar-ki faloni, masalan, shu namoz ertaga necha rakatdi, ha? Peshin necha rakat, shom necha rakat, asr yo xoftan necha rakat? So'ranglar avlodlaringizdan. Har ota-onaning vazifasi, mas'uliyatidir-ki, boyat avlodini qibolaga boyat shuni so'rasa, yaxshi yomonni o'rgatsa, namozlikni o'rgatsa, Xudosini tanitsa, dinini tanitsa, ko'shish qilinglar, to'g'rat qilishlikni so'rang, namoz o'qishlikni so'rang, bilan bilmayman, shu g'usl qilardi so'rang. Shu adab, axloq uni eshitdi. Shu qishga ko'proq bekor bo'lasiz. Ko'shish qilinglar, shunday zotlarni avlodlaringizga ko'proq zahmat tortinglar, shularni o'rgatinglar. Qaranglar, bu Xudoning katta ne'mati. Avlod ko'p bir shirin ne'mat. Qarang, ko'p katta ne'mat. Xudo erta qiyomatga bizlardan so'raydi. Buni boyat qadrini bilishlik kerak. Buni boyat barobarga mas'uliyat ehsosi, mas'uliyat qilishligimiz kerak. Qaranglar, ko'p insonlar dunyoga shuni bir tirnog'i uchun qayerlarga boradi, nima ishlar qiladi, qancha azoblar tortadi. Shuni Xudo menga bersin deb ba'zilarga Xudo bermabdi. Ko'p bir mushkulotga, ko'p bir azobga duo qiladilar bechoralar. Biz sizlar ham boyatlarning haqqiga duo qilsak, Xudovand ularga avlodi solih va solim nasib qilsin. Va
biz musulmonlarga hamki Alloh taolo beribdi, uni boyad qadrini bilib, ehsosi mas'uliyat qilib, ularga shu bandagilik qilishlikni va ularga masalan, shu masoili dinini, tahorat qilishlikni, namoz o'qishlikni shularga boyad o'rgatsak. Alloh taolo hammamizni dunyo oxiratga sarfaroz komyob qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.